ro'za ulg'aygan kunlarda 13-mart bugun. Mana shu eshikdan ichkari kirgani yuragim betlamayapti. Kimi uyda shunday eshik bor. Bu ichkarida yosh kelinchak, erdan ajragan ayol singlisi bilan, o'gay dadasi bilan bir xona uyda yashayapti. Tashqaridan qaraganda ha oila tinch yashayapti deysizlar. Ichkari kirgan men bardoshim yetmayapti. Kamerani bu oilaga beraman, o'zlari gapiradi bu narsa. Assalomu alaykum azizlar. Men Tursunoyxonman. Biz oilada ikkita farzandmiz. Dadam bor. Hozirda dadam bemorlar. Bansaga kecha yotqizib keldi azizlar. Onam to'ra yo'ldan o'tib qo'yganlar. Hozirda mana shu yerda birovda joyda yashaymiz. Hozir ko'rsatgan xonamda uchalamiz birga yotamiz bitta xonada. Bu ombor xonamiz. Hozir dadam operatsiyadan chiqib kelsalar, bitta sharoit yo'qda, mana ko'ryapsizlar. Hozir kir yuvib o'tirgandim, Anvar aka kelib qoldilar. Tanjonlar sog' bo'lsin, ilohim. Qizim siqilmay, hammasi yaxshi bo'ladi. Dadasi hali yaxshi bo'lib keladilar dedilar, rahmat. Ilohim yaxshi chiqsin. Endi bitta sharoit yo'q, operatsiya bo'lib kelgandan keyin. Ko'ryapsizlar mana. Dadam yerda yotadi, kelgan bilan bitta yo'qda sharoit. Hojatxona ham o'naqda. Bitta xonada sharoit bor xolos 3 kishiga. Mana bu o'toqxonamiz. Pechkaga yoqiladigan o'tinlarimiz. O'zapaya bilan atrofda o'rab qo'yganmiz. Hozir endi xudo xolisa dushanba kuni operatsiya bo'ladilar. Yurakda 11 oylarda o'simta bor ekan. Juda murakkabroq operatsiya ekan. Iloji rozi bo'ldim. O'z onam shu yuragi bilan yuragi quriyotgani uchun bilmaganmiz yuragini quriyotganini. Onam ham 9-dekabrda bo'lmadilar o'tgan yili. Allohning irodasi ekan. Sabr qilmandirkan, sabrli bo'lar ekan. Allohimiz sabrini ham berar ekan, ajrini ham berar ekan. Bu yerda necha yildan beri yashaysizlar? Balki avgustda keldik. Avgustda. O'tgan yil avgustda. Undan oldin qayerda yashagansizlar? Undan oldin biz Qo'rg'onchaga birinchi o'zi 2023-yili keldik. Biz batta o'zi yashaganmiz. Men boshdan aytavering, hozir tushunmaydi hech kim ham. Biz batga Yazonga 1,5 yasharligimda kelganman. Ayam besharqa turmushga chiqqan, o'zini xolasi kelin bo'lgan. Oilada nechta farzand bo'lgansizlar? O'zi jami 4 tamiz. Bu bilan 5 ta yonimda singlim. Undan eng katta opam ikkitasi bo'lmagan aqda. Qarindoshchilik nimasi bo'lib, men Tursunoy ismim. Men 3-farzandman. Mendan keyin 98-yil ukam bo'lgan, 11 oy yashab, nogiron bo'lib tug'ilgan. Shuna bo'lib, u ham o'tib qoldi 11 oy yashagandan keyin. Onam hali ukamdan keyin yashagisi kelmay qoldi. 3 ta farzand qo'ydim. Endi bu ham o'lib qolsa nima qilaman deb. Enam rahmatli bor edimda, enam keyin men bo'ldi yashamaysan, yur olib ketamiz deb ayam olib kelishgan Yazonga. Qoratepaga olib kelib, Qoratepada Yazondan ijaraga uyga chiqarishgan domga. O'shna bo'lib yashab yurib, dadam kelib yana yarashdi. Endi bitta bolam bor dedi. Yashab yurdi. Baribir bu men uy joy qilmagandan keyin ayam aytdiki, men oshxonada to'kagacha ishlayman. Uyimiz bor, uyga kira olmasdi, ijarada uyga ham kira olmasdi-da. Zinapoyalarda uxlar edik. Otam ichadi. Kelgan qo'qarlayda qo'qardik. Endi ayol kishi mehnat qilsa-yu, mehnat rohatini ko'rmasa, kirib dam ola olmasa, nima kerak bundan hayot? Keyin bolam nima qilay dedi. Yo'q, bilmayman, qarorni o'zi chiqarasiz dedim. Erta dadang ketsa, mendan xafa bo'lmaysanmi dedi. Hayot sizlardiki dedim. Endi bab ona-aka maslahat qildi. Shu bilan nima bo'ldi? O'xshamadimi yo o'zlari kelisha olmadimi? Shu bilan ayrim sabablarga ko'ra ajrashishdi. Qonuniy emas-ku. Zakisi o'z nima bo'lib turibdi. Hozirgacha o'lib ketgan nima bo'lsa ham, o'tgan bo'lsa ham
Dadam 2003-yilda ketib qoldilar. Undan keyin umuman xabar olgani kelmadilar hattoki. Endi kelgan yazonga kelmagan emas, eshitdim. Bunisi o'rtoqlaridan ham topgan nimalaridan ham, oshnalaridan ham eshitdim. Biroq marta lekin qizim yaxshimisan degan joyi yo'q, yo ko'rgani kelgan joyi yo'q mani. Keyin onam dadamdan keyin ancha yashadik, etajda ijara yurib bo'lsa ham, undan keyin ham ancha joyga ko'chdik, o'sha aylanib yurdik-da, onam bilan birga. Ayam aytdi, "Enamning oldiga ketaylikmi Qoratepaga? Ha deb ijaraga pul yetkazolmayapman. Kommunal to'lovlari bor. Naloglari bor, svet, gaz yetkazolmayapman, bolam" dedi. "Ketaveramiz qishloqqa" dedi. Keyin enam rahmatlining uyiga bordik. Hatto ham 2007-yilgacha yashadik. Enam rahmatli o'tib qoldilar 2007-yili. Keyin ayam ishlamay qo'ydi endi dedi, "Onam o'tdi, men qanaqa qilib ko'chaga chiqaman" deb 1 yil aza saqladilar. Hatto ham 1 yil turdik. Keyin muzlamada ayam oshxonada ishlayotib yiqilib tushdi. Enamni yili kuni bir rosa 1 yil bo'yi to'lganda ayam yiqilib tushib, banisiga tushib qoldi. Qo'l 3ta joydan sindi, chap qo'li. Banisada 15 kun olib yotdik. Hech kim xabar olmadi onamni. Xabar olmagandan keyin o'sha mashidadan 3 kunda xabar oldi. 15 kun bo'lmasdan mashidadan borib, mashidadan 2008-yil oila qurgan bu dadam bilan. O'sha qo'li singanda. 2008-yil qo'li singan. Mana shu inson ikkinchi ro'zg'ori. Mana shunaqa bo'lib, mana shu ota o'zi qarmog'iga olib bizni yaxshi yomon kunimizda billa bo'lib, o'shancha yilda mana 19 yil otalik qildi. Mana onam o'tganiga 4 oy bo'ldi. 9-dekabrda bo'lmadilar. 2025-yil 12-oy 9-chislada bo'lmadi ona. Mana shu yurak bilan. Biz bilmaganmiz, sahar kuchayib ketgan. 20 dan oshib ketgan deyarli sahara. Ikkita buyrak quriyotgan, o't poyda toshi bor ekan deydi doktorlar. Shunaqa bo'lib onam ham o'tib qoldi. O'tgandan keyin bu dadam bo'lsa aytdiki, "Biqinim og'riyapti-da, bolam" dedi. "Nimaga og'riyapti? Boringchi doktorga, ishlashim kerak." Fermerda ishlaydi dadam endi. Fermerda ishlar edi. Fermerda ham bir 12 ta fermerda ishladi deyarli. Bitta qayta bordi-da, chiqib ketgan fermerga ham qaytib boraverdi dadam. Uy topolmagandan, iloji yo'q. 15 ming oylikka yashardik. 15 ming beradi, bir hafta yetkazishimiz kerak, o'sha 15 mingda. Faqat qorin to'yish uchun yashadik xolos. 15 ming o'zimizga 15 mingmi? 15 ming so'm. 2015-yilda o'shanda ham. 15 mingni zo'rg'a beradi. Undan nonga yetadi, na boshqaga yetadi. O'shanda ham shukr qilib yashadik inshaalloh. Kunlik 15 ming. Kunlik o'sha bir haftaga beradi, har chorshanba beradi 15 mingda. Haftasiga bir marta 15 ming beradi. Haftasiga bir marta. Endi hisoblaganda 60 ming bo'ladi 4 haftaga. O'shanda ham dadam arendaga mol boqar edi. U paytda 50 ming so'mga mol boqilar edi. O'shandan ortkezib, o'sha arenda masalan 3 ta arendasi bo'lsa 150 ming bo'lsa, kiyim-kechagimiz, masalan, bu singlim kichkina uni ustiga. Men kollejda o'qiyman. Kollejda ham u paytda bitirdim shekilli, adashmasam 2015-yilda tugatganman. Uydamizda endi hammamiz deyarli. O'shani yetkazardi otam. Tashab qo'ymadi, birovga qarang qilmadi. O'sha biqini og'rib turib doktorga bordi. Boring kechasi bo'lsa ham dadasam dejurlar qararmikan. Qaraydi doktorlar dedim. Jo'natdim, bordi. Bir tomon shamollagan chiqqan endi. Keyin ikkinchi tomondan ham ko'rib qo'yavering, bilechi degan bo'lsa, o'simta chiqib kelgan. Baxtiga endi u doktor farg'onalik bo'lgan. Endi o'zi tortib ketgan. Ertaga olib boramiz Farg'onaga. Farg'onada ham bir tekshirtirilishi deb. Keyin keldi, "Ha, nima bo'pti?" desam, "Ertaga aniq bo'ladi." Menga aytmadilar. Keyin ertasiga bordi, analizlarni topshirdi, boshqa qildi. MRTga yozibdi. Keldida o'simta bor ekan, qizim dedi. Lekin MRTga tursam, keyin anig'ini aytishar ekan menga. Xo'p bo'ladi. Tushamiz dedim. Undan keyin bordik billa, borsak MRTsi 2 million 300 ming ekan. Qo'limizda pul yo'q, 800 ming pul qolgan. 800 ming ishtima yetmaydi, qaytaverar ekanmiz dedi. Qaytib keldik. Uyda qo'yimiz bor edi 2 dona. Ayamdan qolgan. O'zi yetdi edi, ayam kasal bo'lmasdan oldin sotdik ketma-ketiga.
Marosimlariga ketdi o'zini. O'ziga ketdi. 2 ta qo'y qolib uni sotib 4 millionga. Yana bordik. Borib Emirtiga tushdi. Uni olib borsak, operatsiya qilish kerak dedi. 2 xil usulda dedi. Bittasi dedi, yo buyrakni kesib tashlash kerak dedi. 6 million bo'ladi buyragini kesib tashlasak o'simta bilan dedi. Agar yo'q, lazer yordamida desalaring dedi. Qo'liga 25 million berasizlar, 20 million dedi, 10 million dedi o'sha dori-darmoni yotaq joyiga bo'ladi dedi. Keyin kelib uyda o'yladim. Endi hali o'simta degandan keyin u o'sadi baribir, o'smay qolmaydi. To'g'ri. Telefonga ham kirdim, keladim, nima bo'lar ekan desam, u yurak qobig'iga o'ralib ketishi yoki nimaga chiqib ketishi, o'pkaga o'tib ketishi, o'sishi mumkin degan nimalarini eshitdim. Keyin bildirmadim, ichimdan zil ketdim. Endi buni ham yo'qotamanmi? Bittasini yo'qotdim, yetmadimi? Endi ikkinchisini ham yo'qotib qo'yamanmi deb rosa siqildim. Keyin Yazavon 2-umumta'lim maktabini Baxsinimi sinf rahbari bor edi Azamatjonga. Tog'amma nima yuribdi? Doktorga chiqyaptimi? Deydi, "Ha, doktorga chiqyapti. Shunaqa bo'lyapti, uka." Blogerlarga nima qilsam, ishini to'xtatishibdi ko'pchiligi. Nima qilishni bilmayapman. Ayam o'tdi bir yoqdan. Endi buni ham yo'qotib qo'yamanmi desam, "Opa, yordam beramiz, xudo xolasa" dedi. Keyin ayasi Dupuzapa, o'sha 2-maktab umumta'lim maktabini direktori kirib ayasiga tushuntiribdi, o'g'li Azamatjon shunaqa Odnaxon dadasini mazasi yo'q ekan, nima qilamiz? Desa bag' esiga kelib qopti Dilmurod akam, tan-joni sog' bo'lsin. Keyin baqa iltimos qilishdi, keyin Tursunoy borishadi qizim. Qad bo'lmang, hammasi yaxshi bo'ladi, yordam berishadi dedi. Boshida kelganda bu pullar yo'q edi. Operatsiyaga yig'iladigan mablag', bunaqali natija bo'ladi deb ham o'ylaganim yo'q. Endi bizni kanalda, Dilmurod Shogirdov kanalida, biz shu Oxunov jamoasining kanallarida yaxshi insonlar, saxovatpesha insonlar ko'p qarab turmaydi. Mana ancha vaqt chetlanganman. Dilmurod Shogirdov kecha ustoz o'zingiz kelmasiz bo'lmaydi deb qattiq iltimos qildi. O'taymi uyingizga dedi. Bo'pti, mayli boraman dedim. Endi ro'za o'lgan kunlarda mana ko'pchilik ehson qilyapti ekan. Tabiiy sog'lik uchun sizlar mana bevatan 20 yildan bevatan yuribsizlar ekan. Sizlarga bir vatan qilaylik. Kuch birlikdagi ko'pchilik mana kommentariy yozyapti ekan, telefonlar qilyapti ekan. Mana hozir yo'lda Donogan to'xtadik. Ertaga bolalar ham aytdi, kecha o'tib keldik. Biz soy bo'yida turib, ajatda shunaqa qiynalgan oila borligini bilmagan ekanmiz deb gapirishdi. Soy bo'yida ham so'zim bilmaydigan insonlar ham bor ekanda, ko'p ekan. Endi shunday insonlar ham bor, obunachilar, ehsoni bor, qayerga berishni bilmaydigan insonlar ham bor. Mana hozir o'gay dadasi qisqa qo'pol gapirganda o'gay dada deyiladi-da, endi mehribon dada deb olib qaraydigan bo'lsa, mehribon dadasi bilan mana shu ijarada uyda ham ko'rasa bir yaxshi inson, mana shu yerda yashovinglar, svetlarini pulini to'lab deb, mana shu bir xonali uyda dadasi 2 ta qizi bilan hozir qolishibdi. Mana To'ray oldin onalari olamdan ko'z yumibdi. To'ray, ha? To'ray bo'ldi. To'ray oldin mana onalari olamdan ko'z yumibdi. Hozirgi kunda boquvchi bemor. Yotqizib keldik dushanba kuni operatsiya. O'sha operatsiya ham bu haligi 10 kunlik lecheniya emasda, bu murakkab operatsiya o'tkaziladi, chunki hozir taq ustida turibdi ota ham, bitta buyrak olib tashalanadi, chunki o'sha buyrakda o'simta buyrak qobig'ini yorib chiqishni boshlagan. Endi doktorning maslahati, agar bu ertaga suvakka, o'pkaga yoki jigarga urib yormasligi uchun tezroq buyrakda bittasini olib tashlash kerak. Shunda qutulamiz degan kecha yotqizib keldik dushanba operatsiya. Dushanba kelgan dushanba. To'g'risi. Avvalo assalomu alaykum obunachilar. Ustoz, avvalo rahmat. Bitta narsa esimga tushdi. Eslaysizmi? Qashqadaryo dehqonovodga borganimizda yig'lagan edingiz. Biz tandir yeb kelyapmiz Dilmurodjon deb. Ha. Men bularni birinchi xonadoniga kelganda savol berdimda. Sen ham roza tutyapsizmi desam, tutyapman. Iftor nima bo'lyapti desam, hech nima yo'q. Kiringda uyga. Hozirgi 21-asrda azizlar, ota qiz bitta xonada yashash qana mantiqqa to'g'ri keladi. Bitta xona mana. Hozir kiramiz, ko'rsatamiz.
Bu uy ham birovniki, bitta qor aka qurib, mayli ular sharoitini bilib, mayli yashasın, to'kini to'lab yashasalaring bo'ldi degan shu bittasi yaraqli uy ham hozir kirsangiz qo'rqib ketasiz. Nari tomonlarda umuman yashaydi. Endi hozirgi zamonda tasavvur qilinglar. Men o'sha kunda esladimda Dehqonobodda. Hozir o'sha kuni ham aytdim. Iftorda hech kim uyda o'tirmayapti. Qarang, ko'cha to'la mashinada. Somsa yeyapmiz, shashlik yeyapmiz. İftorlarga boryapmiz. Birov iftor qilsa maqtayapmiz. Palonchi pista qo'yibdi, bodam qo'yibdi. Lekin bitta iftor qilgani kirsam, so'zi, piyoz, kartoshka bo'ldi. Non botirib yeyapti. Ro'za tutyapti shu qiz. Nolimayapti birovga. Xullas, to'g'risi men majbur bo'ldim shu oilani mahkam ushlashga. Alhamdulillah. O'zi bu qiz 30 million so'm otasiga operatsiyaga yordam so'rab chiqqan xolos. Menga 20 million operatsiyaga 10 million yotog'iga bo'ldi. Shu kerak dedi. Bu oilani olib chiqsam, xalq ko'ngliga yoqdi bu qiz, ozodaligi, pokizaligi, halolligi, kunda отчет topshirishini ko'rsangiz yig'laysiz. Mana pulni ishlataveraymi deb so'raydi, baraka topkir, bu pulni saniki, nima olsang olaver. Bu bunaqa deydi. Nima dedi xalq? Xudoyim yaxshi insonlarni ro'baro qilib 30 millionli operatsiya mana hozir bepulga bitadi ham bo'ldi. Yaxshi insonlar o'rtaga tushdi, buni bepul qildirildi. Vatani yo'qligi sababli xalq o'zi qo'lladi. Keling, shu qizni, shu otani vatanli qilaylik dedi. Qarangki, 9 ta video qo'ydik. 80 million 400 ming bo'ldimi? Hozirgi kunga qadar yaxshi insonlar Tojikistondan, Qirg'iziston, qo'yingki butun yer yuzi oyoqqa turdi. Men sizni chaqirishim boisi baribir ustozimsiz. Bizdan ko'ra ko'p bu loyihalarda amalga oshirgansiz. Demoqchimanki, o'zi qisqa vaqt qoldi. Hozir dushanba kuni operatsiya bo'ladigan bo'lsa, 10 kunda javob bo'ladi. 20-mart kuni tug'ilgan kun ekan. Endi bemor odam operatsiyadan olib chiqqan odamga qarang, sharoit yo'q-da bitta. Olib kelasiz, ahvol zak, ana uydichi tualet, ahvol burchakka, umuman sharoit yo'q. O'shanga jicha bo'lsa, ustozim yonimda tursa quvvat bo'ladi dedim. Hanna endi bitta bo'lsa, ikkita kanaldan chiqib ko'paysa, shu banisadan chiqishiga imkon qadar bir shu oilani bir vatanli qilib, yorug'likqa olib chiqsa degan maqsadda keyin sizga qo'ng'iroq qildim, ustoz, to'g'risi. Endi yana aytyapman, agar bu haligi yengil olib borib, ana uy bitguncha bitta joyga olib borib turaylik, yengil kasalligi bor ekan, diydaxon kasalligi bo'lganda boshqa edi, olib borib sanatoriyaga yo bitta joyga yotkizib 10 kun yengil ukolni qildirib qo'yib, 10 kundan keyin ko'zini yo'q. Bu azlar murakkab operatsiya. Men juda qayta so'radim. Sinim rozimisiz? Ertaga bu operatsiyaga kirib ketyapti. Mana misol ertaga san ana qiluvding degan gap bo'lmasa, bu murakkab operatsiya, rozimisiz sinim? Rozimisiz deb qayta so'radim. Roziligini oldim. Mana o'zi aytsin. Majbur, men iloji yo'q, ilojsiz qoldim men. Majburman, roziman dedi. O'shandan keyin mana hamma hujjatlar tayinladik, kecha yotkizdik. Hozir mana 3 ga operatsiyaga tayyorgarlik ko'riladi. Dushanba kuni inshaalloh o'sha o'simta olib tashlanadi. Chunki o'simtani, buyrakdagi o'simtani razmeri o'ta katta. O'sha ertaga u qobiqni yorib chiqadigan bo'lsa, u o'simta suvakka o'tsa, o'pkaga, buyrakka o'tsa, keyin ximiyalar boshlanadi, undan bundan kattalashib ketadi. Kattalashib, ertaga 400 millionli muammoga, 500 millionli muammoga ham yordam bera olmay qoladigan darajaga borib qoladi. Undan bitta buyrakni bartaraf qilsak, imkon qadar yashash uzayadi deganligi uchun mana rozi bo'lishdim. Shu ishga qo'l urdik ustoz. Yaxshi, tan joylaring sog' bo'lsin. Endi insonni birinchi to'g'ri tiriklik, inson tirik ekan, hamma narsaga erishsa bo'ladi, lekin mablag' bo'lmagandan keyin mana shunaqa saxovatpesha insonlarda boriga ham shukr deymizda. O'sha yaxshi insonlar bo'lmasa, mana Dilmurodjon kelmaganda, ijtimoiy tarmoqqa chiqarmaganda shuncha odam bilmas edi. Dajaman soy bo'ylari ham, mahallangizdaglar ham bilmaydi-da.
tashqariga misol uchun yurganda ha bular yaxshi yashayapti deb o'ylaysiz, lekin ichkaridagi bir hayotiga kirib, oilasini, hayotini, yurishini, turishini, yeyishini, ichishini ko'rganingizdan keyin rosa ehson joy ekan deysizlarda. Bilmabmiz, unisi bunisi Rossiyalardan turib telefon qilyapti deb mana soybo'ylar ham aytayapti. Keyinlar mana ko'p ketib ozi qolibdi. Avvalambor mana shu ro'za ulg'aygan kunlarda birinchi o'rinda duo. Duo qilinglar bu qizlarimizni, dadalari shu operatsiyadan sog' salomat ko'rmagandek chiqib olsin. Undan keyingi biz endi hozir ehson qilishda misol uchun to'xtamaylik. Mana kartalarni qoldiramiz, ehson qilaveringlar. Hozir mana qancha pul bor hozir? Hozir aniq qo'limizda endi 80 million 400 ming so'm pul yo'q. 80 million 400 ming so'm pul bor. Endi hozir operatsiyadan chiqqandan keyin ham bunaqangi sharoitda, bunaqangi iqlimda yashaydigan bo'lsa, yana boshqa muammolar kelib chiqaveradi. O'zi hozir uyda bir ko'rsangiz ham yerda yotadi-da tog'a. Mana hozir ko'rsangiz, вообще endi mana sharoit bo'lmaganda qiyin-da. Gap keldi-da, mana hozir Anvar akam xo'roz boqadi. Mana bilasizlar. Qo'pol qilib aytganda xo'rozxonasi chiroyli-da. Hozir kiring, mana ishonmasangiz kiring uyga. Endi nima qilsa hamma to'g'ri boqayotgan joyingiz chiroyli-da bu uyda. Endi hamma mablag'ga taqaladi. Lekin baraka topib o'shanda ham o'sha uyni ichini mana shu qiz pokiza. Mana agar o'tni qarang, men o'ylaymaysizmi? Mana shuncha terakda barga qaqa ketyapti. Uni qarang, agar o'tni ich g'ozonga bosib yotibdi. Mana shu yerni qarang. Mana shu yerga tushadi. Shunaqa pokiza saqlaydi. Idish tovoqda qani? Shunaqa pokiza saqlaydi o'shanda ham. Men to'g'risi bu qizga qoyil qoldim. Mana shu pechka gaz yo'q. Ashitdan kirishib, shoh-poq bir narsalar sindirib, na o'tin bor. O'tin qiladigan ota bemor. Yaramaydi ishga. Bu qizlar qatdan o'tin qiladi. Bu qiz 8-sinf o'quvchisi, maktabga ketadi. Hamma uni ashitdan boradi, kaltay-paltay sindirib olib keladi, pechkaga tiqib qiz chiqaryapti. Endi obunachilar, men Dilmajon shogirdimni kommentariyasini o'qidim. Proyekt boshlang, uy soling, boshqa deb kommentariy juda ko'pchilik yozyapti. Hozirgi kunda mana yuqoridagi mutasaddi xodimlar blogerlarga уже dokumentalniy qilib qo'ydi. Через davlat orqali qilib qo'ydi. Shuning uchun biz unaqa proyektlar qila olmaymiz. Даже men murojaat ham olganim yo'q edi. Uyda dam olayotgan odam 2-3 yildan beri dam olyapti. Shogirdlar bo'ldi, endi ustoz dam oling degan uchun, hali yig'ilsaga bosh og'riydigan bo'lib qolganligi uchun men o'sha 2-3 yil men chetlanib turdim. Mana videolarni har kuniga shu sizlarga men ham kuzatib boraman, Dilmajon shogirdim. Xursand bo'laman shunday shogirdlar chiqarib qo'yganimga. Endi nima demoqchiman? Undan ko'ra hozir mana dadalari ham necha kirdi dedingiz? 63 ga. 63 ga kirdi. Mana ikkita qiz bola. Endi bu yoq mana hayotidan misol uchun ajrashib ketgan ekan. Endi bunaqangi joyda yashash to'g'ri ham kelmaydi. Endi o'shanga men o'zim shaxsiy fikrim, Dilmajon shogird, sharoitga qarab, agar yaxshi insonlar mana shu kanaldan qo'llaydigan bo'lsa, Yazovondan shu ikki xonali bo'lsa ham dom olib qo'ygan yaxshiroq. Bir xonasida singlisi bilan, bir xonasida dadasi yashayveradi. Mana o'sha fikrda. Eng tinchi mashmashasiz bitadigan narsa shu. Chunki dadasi ham mana aytadigancha mana operatsiya bo'ladi deyapsiz. Operatsiyadan bunaqa joyga chiqadigan bo'lsa, yana diqqat bo'ladi. Ertaga nima qilaman? Ertaga siz ketasiz, ishingiz bor, hamma ishi bor. Ketgandan keyin yana dadasi bitta qoladi, ishga yaramagandan keyin. Bu ikkita qiz bola bilan bunaqa joyda ijara to'laydim, boshqa to'laydim. Endi har bir insonning o'zining vatani bo'lgani yaxshi. Keyinlar mana shuncha inson mana 80 milliondan oshib pul yig'ilibdi. Yana bir ro'za o'laganlar bir qo'llab yuborsak, kattalarni qoldiramiz, opisiyaning kommentariy qoldiramiz. Kartozlarniki. Kartozlarniki Oxunov vlog deb yozsalaring, shogirdimning videolari chiqadi. Bemalol kirib boshidan ko'rsalar ham bo'ladi. Dadasini ham misol uchun videolar qilib chiqarishgan. Befarq qolmaysizlar degan umiddaman. Endi qanchadan beri video qo'yganim yo'q edi, lekin bu oilani ko'rib majbur bo'ldim, mana shu kelib shu Dilmajon shogirdim yonida turay, hech bo'lmasa bir dalda bo'lib turay deb. Xudo xolasa bu oilalarda xursandchiligini albatta birgalikda ko'ramiz, xudo xolasa. Endi siz domda bir surishtirib ko'ravering. Agar sizlar o'zlaringiz Yazovonda tanishlar bo'lsa, sizlar ham surishtiringlar. Endi hali hamma yo'qqa qulay
joy bo'lsa yaxshida. Markazdan bo'lsa. Markazdan, maktabga ham, больницаga ham, hamma joyga, masjidga ham yaqinroq joylardan, bu sentral joylardan ko'rib turib nima qilinsa, dadis xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsa, mana masjidga sal qulayroq bo'ladi. Baribir endi dadis tiq degandan keyin bemor hisoblanadi-da. Og'rish qiladi. Bir yilgacha umuman hozir ehtiyot qilish kerak. Ya keyin bitta narsa, men ta'sirlangan joy kecha Tojikistondan bir odam telefon qildi. 4 million 900 ming so'm zakoti bor ekanda. Tojikistonlik ekan o'zi, Rossiyada. Endi o'rgandim uka o'zbekchani dedi. Bular dadasi tojik-ku. Endi boshida aytganmiz o'sha tojikligini, o'sha Bo'rivoliqdan kelib qolgan tojik aka. Qayta Bo'rivoliq. Oltiariqda Bo'rivoliq degan qishloqdan kelib qolgan Duvam aka. Millati tojik, lekin shu yerda yashagan. Endi uka dedim, rahmat. Ho uka dedi, ho aka desam, dedi respekt dedi. O'shanga aytaman, ali tojik, qirg'iz ta'lim yo'q. Batta alhamdulillah musulmonmiz. Bu tojikmi? Sen tojik ekansan, sen qirg'iz ekansan, sen qozoq, sen o'zbek ekansan, batta millat ajratish yo'q. Ey, bizning vazifamiz. Mendan boshqa odam bo'lganda ham mana shu ishni qilgan bo'lardi deb o'ylayman. U millati tojik bo'ladimi, qirg'iz bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, imkonimiz bormi? Beraylik yordam, ertaga duo qilib yursin. Endi davlatlarimiz boshqa bo'lgan bilan alhamdulillah musulmon farzandlarimiz mana Qirg'iziston, Tojikiston qo'shni davlatlarga ham o'tib proyektlar qilganmiz. Endi u davrlar boshqa edi. Mana hozir 2026 ni boshda turibmiz. Keyin mana shu oilaga bir xursandchilik olib kelaylik. Bu oilani xursandchilik ko'rish hammamizga nasib qilsin. Ehsonni mukofoti ehson deydi. Lekin mana shunday oilalar, rosa ehsonni joyi ekan deb izlab yurgan odamlar bor, ehson qilayotgan odamlar bor. Yaqinlaringga tashlatsang, yaqinlaring ko'rib, bu oilaga ehson qiladigan bo'lsa, ehsonga bir sherik bo'lib qolasizlar. Ehson rosa joyi ekan. Bo'lsa sekin ishlarni ko'ramiz obunachilar.